Sayyoralar o'yini. Bu o'yin tayanch harakati tizimida imkoniyati cheklangan va gemiparez, bolalar serebral falaji sindromiga chalingan maktabgacha 5-7 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan bo'lib, bola o'ynaydi, o'rganadi va jismoniy rivojlanadi, ijtimoiy faollik ko'rsatadi. O'yin davomida chiroqlar bolada o'yinga qiziqishni oshiradi, sayyoralarni nomlaydi, takrorlaydi, jamoada do'stona munosabatda bo'ladi. O'yin sog'lomlashtiruvchi faoliyat turi bo'lib, oyoq kaftlari kinestetik sezish orqali markaziy nerv tizimida harakat refleksi oshib boradi. Mushaklar qisqarishi me'yorlashadi, harakat koordinatsiyasi faollashadi. Natijada bola salomatligi barqarorlashadi va aqliy rivojlanadi. O'ynab o'rganamiz, to'siqlarni oshib o'tamiz.